Assalomu alaykum, Mebel kanalimizning hurmatli obunachilari, do'stlar, qadrdonlar. Bugun yakkali divanlarda olamga kelganmiz. Bugun do'stlar, zo'r yangiliklar bor ekan. Ustani birinchi qo'l ishlab chiqarish xonadoniga kelganmiz. Ishlab chiqaruvchi usta Sarvarbek bo'ladi. Sarvarbek. Va alaykum assalom. Zuyimsiz, charchamayapsizmi? Rahmat aka, Allohga shukr. Sarvarbek, mana shu yangilikni zo'rini qilib qo'yibsiz uka. Yangilik haqiqatda zo'r yangilik bo'pti. Bu menimcha hali internet yuzini ko'rmagan ham. Yo'q, aka, hali sizning kanalingizga bunaqa ishlarni qo'yilmagan, yangilik qilib. Qildik, bizga qo'yamiz. Bitta emas, boshqa kanalni ham yo'q menimcha, adashmasam. Xudo xolasa ko'rishadi, xudo xolasa. Yangilik zo'r bo'pti. Asosiysi materiali trenddagi Teddy materialdan qoplabsiz. Bu materialdan birinchi marta ko'rishim. Realni chestni aytaman, birinchi marta ko'rishim. Xo'p, Sarvarbek bitta ish qilamiz. Yangilikni qilibsiz, malades, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Narxini necha pulga beramiz? Aka, xudo xolasa bugungi video obzorimizda. Aka, xudo xolasa narxini vobshe shikolat narxda qilib beramiz, chiroyli qilib. 600 mingdan qo'yib bersam xursand bo'laman. 600 mingdan ishlab qo'yganmiz, xudo xolasa aka. 600 mingdan bir donasini. Bir donasini 600 ming, komplekti 1 million 200 ming bo'ladi jupi. $100. $100 aka. Gap yo'q. Ancha shaharga dastlab 5 dollar gap bo'ldi-ku. Bunaqa narxda birov qo'ymagan, qo'ya olmaydi ham. Faqat bizning kanalda mana shu Sarvarbek qo'yib beradi. Do'stlar, mana shu modellar sizlarga qiziq bo'lsa, bittadan like bosinglar. Malol kelmasa qiyin emas. Keyin ustani ishlari haqida fikrlaringizni shunday kommentariyaga yozib ketaverasizlar. Bugun do'stlar super narxda bomba aksiyalar bo'ladi. Sizlar tayyor bo'lsanglar, bugungi video obzorni boshlaymiz. Bugungi video rolikni boshladik. Uka, sex adresi bilan dastlabki xizmatlarni aytib berasiz. Seximiz Andijon tumani, Naymanda joylashgan. Aha. Xudo xolasa dastlabkilarimiz bu yoqqa Qo'rg'ontepa, Xonoboddan boshlab Namangan sentrigacha, bu yoqqa Farg'ona, Quva, Yozyovongacha dastlabkamiz bepul. Undan u tomonlariga ozgina qo'shilib qoladi. Kelishiladi. Kelishamiz ozgina. Gap yo'q. Uka, mana shu modeldan boshlayveramizmi? Boshlayveramiz aka. Xo'p, boshladik. Razmerlari, xom ashyolari. Aka, razmerlarimiz 90 ga 240 joyga tushadi. 90 ga 240. Gap yo'q. Rossiyskiy laminatlarda ishlangan aka. Aha. Polniy bolotga ishlangan, eng muhimi. Ha, samarez emas. Samarez emas. Gap yo'q, bo'lga aka, do'stlar, e'tibor beramiz. Keyin aka lagalarigacha 4 tadan qo'yib qo'yilgan aka. Razmerlarimiz katta, shuni hisobiga. Necha uka razmerlarimiz? 90 ga 240 joyga tushadi. Ikkitasi 180 bo'ladi. Aha. Duxspanli bo'lib ishlasa bo'laveradi bemalol aka. Gap yo'q. Mana shu hozir jup turgan holati, chaklarga alohida e'tibor berasizlar. Juda chiroyli holatda turibdi. Materiallari mo'yishikmi? 100% mo'yishik materiallar aka. Materiallar 100% mo'yishik. O'zimizni qo'limizdan chiqadi hammasi, noldan boshlab o'zimizni rasmlari bor. Mana shu yerda bitta narsani aytaylik. Siz faqat noldan o'z qilasiz. 100% o'zimizdan chiqadi. Oilaviy. Ha, o'zi qo'l mehnatingiz oilaviy ishlab chiqarasiz. Ha, shunaqa. Haligi kimdandir olib sotmaysiz. Yo'q, aka 100%. Xudo xolasa 3 ta shogirdimiz bor. Oilaviy, dadam, akam o'zimiz qilamiz. Chevarlari hatto materialdan boshlab ish bitguncha o'zimiz qo'limizda. O'zingizlarda qo'lingizda. Laboyimiz turibdi aka, vodiy bo'ylab mana 780 ta laboda yetkazib beramiz xudo xolasa. Gap yo'q. Yengil mashina, yengil mashina aytgan joyiga olib borib beramiz. Mana shu modelni necha pulga beramiz aka? 1 million 200 dan qo'yib beramiz aka. 1 million 200. 2 million 400. 80 kilometrgacha dastlabkasi bepul. Yana bitta narsa obunachilarga, o'zimizda labo bor yoki yuk mashinamiz bor desa, u yoqni kelishamiz. Narxini. Kelib olib ketadigan bo'lsa tushib beramiz narxini. Gap yo'q. Mana shu gap o'g'il bolaning gapi bo'ldi. Bu modellarimiz. Rangida farqi bor. Keyin obunachilarimizga aka, agar mana shu rangi ma'qul kelib qolsa, bir komplekt, machalkasi qalinroq, shu 2 million 400 ga qilib beraveramiz shuni. Aha. Unga nisbatan qalinroq machalka bir komplekt bor, bir jup. Ha, bir jup. Rangi ma'qul kelsa, birinchi ulgurgan xaridorimizga qilib beraveramiz shuni. Buni machalkasi nechilik? 5 lik butun. Buni kichik. Bu 7 sm aka. Machalkalar butun hammasi. Xudo xolasa butun kiletga ishlatmaymiz. Shu paytgacha qilmaganmiz. Masalan aka, magazinga kirsak ham asosiy o'zbek magazindan olamiz. Sofa magazinlaridan materiallarimiz bor mana aka. Kataloglarimiz bor. Materiallarni ham chertib olamiz aka. Xudo xolasa sifatli narsalar ishlatamiz. Mana shu materiallarni xohlaganini tanlasa chiqarib berish imkoni bor aka. Bu tomonda hali Teddy deb ko'rsatgan materiallarimizdan ham bor ekan, hammasidan bor aka, xudo xolasa. Gap yo'q. Bularimiz ham 1 million 200 mingdan jup 2 million 400 ming. 2 million 400 dastavkasi bor. Keyin aka yana bir narsa. Keyin, gapiraveringki.
sifatini gapiradigan bo'lsak, mana har qancha mana laminatlarimiz turibdi, har xil mana haqiqiy, original. Rossiyskiy laminat. Rossiyskiy laminat, haligi ko'z bo'yamachilik, chala yoki unaqa emas mana. Hamma rangi masalan bir xilda. Displey ishlatmaymiz misol. Displey ishlanmaydi. Keyin mana bu ranglarni ham ko'ringlar, mana rasvetkalari bor. Kesib, tayyor pichilgan xomashyo holatda turibdi. Gap yo'q. Bunimizchi, bu ham shu bilan bir xil. Shundan, endi одиночный yakka qo'yaman degan obunachilarimizga ko'rsatib qo'ydik. Masalan, men juplamayman. Yakka qo'yaman degan obunachilarimizga bir qator qo'ydik buni ham. Sarvara bitta ish qilamiz. Videoda boshida aytgan 600 ming so'mlik yakkali divanlarimizni ham bitta ko'rsataylik, xalq ko'rib maza qilsin uka. Bularimiz aka mana retro ish deb qo'ydim o'zim. Nimaga bunaqa? Masalan, 20-30 yil oldin ham yosh kattalar biladi buni. Rossiyskiy spalnilar bo'lgan. To'g'ri. Oddiy, sodda, skromniy, baquvvat ishlangan. Taglarida sandalarigacha bor aka. Sonnolarigacha bor. Bu ham 100% rossiyskiy laminat. Taglari yerga tegib turadi. PVH kromka. Machalkalar 4 santimetrli. Butun xudo xolasa xizmatingizni qiladi. Misol razmerlari 85 ga 2 metr joyga to'liq tushadi. Endi hozir buni Sarvar Bey 10 millionlik olsa ham shuni xizmatini qiladi, 600 minglik olsa ham shuni xizmatini qiladi, faqat fasonida, ko'rinishida farq qiladi xolos. Xo'p, shunda bu ham katta razmer dedik-ku, 90 ga necha bu? 85 ga 2 metr joy to'liq tushadi. 2 metr. Uy kichikroq odamlarga ham xizmat qilaveradi, oson tushadi joyiga. Buni ham har xil rasvetkalarda qilib berish imkoni bor. Bor. Telegram, WhatsApplarimiz bor. Masalan, yozib, telefon qilishsa, rasvetkalarni tashab beramiz. Ha, bu ham bo'lgan ekan-da, aka. To'rala tomon bo'lgan aka. Endi bunda nimaga arzon? Shu mexanizmsizligi uchun, soddaligi uchun narxi arzon. Lekin shu qimmat ishlarimizga ishlatilgan materiallar ishlatilgan shular. Lekin shu ham bir xil xizmat qilaveradi. Xizmati bir xil aka. Mana shuni bir donasi 600 mingdan, jupi 1 million 200 ming. Do'stlar, tanlab olaverasizlar, xohlaganinglarni. Xohlasanglar qorasidan, xohlasanglar sarig'idan, xohlasanglar jigar rangidan ham chiqarib beraveradi. Endi mana bu modellarimizga ham keldik. Bularimiz qanaqa uka? Bularimiz aka mana buni bu yog'i pul balandrog'i nisbatan. Mana shu joygacha 1 million 200 ming. 1 million 200 ming bu yergacha. Buni bu yog'i 1 million 400 ming so'mdan 2 million 800 ming bo'ladi jupi. Sarvar Bey, xo'p, tushunarli bo'ldi. 1 million 200 mingdan 2 million 400 likni tushuntirdingiz. Endi bu 2 million 800 ming bo'lyapti jupi. Xo'p, nima uchun 400 ming baland? Shuni tushuntirib o'tishimiz kerak. Mana chekadan boshlaylik-da. Birinchi shundan kelaylik. Birinchisidan boshlaylik. Mana shundan keladigan bo'lsak, xo'p. Endi masalan u arzon deganiga sifatsiz narsa ishlatmaganmiz. Ozgina mehnatida o'zini ketgan, ishni o'ziga sarflab qo'yganmiz. Qo'ldan chiqib uyga yetib olguncha ish qilmaymiz xudo xolasa. Kamida 5-10 yil xizmat qiladigan qilib beramiz xudo xolasa ishlar. Machalkasida farqi bor, salkam 2 barobar farqi bor. 9 santimetr. Katta bu, qalin. Mexanizmi 3 dana. Buniki 3 tadan endi. 3 dana. Tushunarli. Keyin yonboshlari yerga tegib turadi. Yonbosh yerga tekkan. Noshga oyog'ini olsa yerga tegib turadi. Masalan, uka meni 100 kilo vesim bor, meni ko'taradimi bu ish? Baquvvatroq bo'lsin degan obunachilarimizga mana shu ishlarni tayyorlab qo'yganmiz. Lekin 2 million 400 bilan 2 million 800 ming so'mlikda xomashiyolari sifati bir xil. Bir xil. Ishlatishimiz, mehnatimiz ham bir xil misol. Ozgina rasxotida o'ziga detallarda farq bor-a? Ishni o'ziga sarflab qo'yganmiz. Tushunarli, mana shuni tushuntirganimiz yaxshi bo'ldi. Mana bitta o'ngga bitta chapga ochiladi, masalan, xudo xolasa chiroyli qilib xizmatini qiladi. Go'zal. Misol laminatimiz va materiallarimiz rangi o'zgarib qolsa, pulida o'zgarish bo'lmaydi. Pul o'zgarish bo'lmaydi. Masalan, uka bu ranglar meni uyimga tushmadi, menga mana bunaqa rang qilib bering desa, agar o'zimizga yaqin joyga, yaqin atrofdan bo'lsa, magazinga borib tanlab beradi, aytgan rangini chiqarib beramiz. Yoki bo'lmasa, boshida ko'rsatib o'tgan materialni katalogini tashlab bersangiz, tanlaganini qilib berishingiz mumkin. Keyin aka yana bitta ikkita obunachilardan masalan fikr bo'lib qolishi mumkin. Yakkalik olsam orasi ochilib qoladimi degan gap. Shakllarni ko'rib berasiz. Orasi umuman ochilmagan. Hozir yana ham 100% zo'r joylamaganmiz. Endi bu reklama uchun terilgan, endi reklama uchun terilgan. Bu ham 2 million 800. 2 million 800 ming so'm. Bu ham 2 million 800. Shunaqa. Mana bu ham 2 million 800. Bunisi ham 2 million 800. 2 million 800. Endi 2 million 400 bilan 2 million 800 ni farqini bilib oldinglar. O'zingizlarga ma'qul kelganini Sarvar Beyga telefon qilaverasizlar. Keyin mana bularimiz. Keyin aka mana mashinasini fasoni jicha boshqacharoq bo'lsin. Masalan, tugmali fasondan ko'ra endi bular Chester fason deydimi? Ko'pchilik Chester deydi. Chester deydi masalan. Mana bu fasonda
tayyorlab qo'yganmiz. Bundan ham bor. Bular hali high-techga o'xshashib ketadi Ha, ekan. shunaqa. Men o'zim Malibu deb nom qo'yib olganman. O'zim ishim endi kimga qanaqa bilmayman. Endi buni ishlab chiqarib siz bo'lgandan keyin shu Malibumi O'zim Malibusi deb qo'yganman shu. Bunda ham aka mana bunda ham mana tayyorlanib ochiladi. bu ham machalkasi 9 sm bo'ladigan aka 3 tadan mexanizm. Mexanizm 3 tadan ekan. Ishlagan aka mehr berib qo'yganmiz, xudo xolasa. Olgan obunachilarimiz kam bo'lmaydi, maza qilib ishlatadi, xudo xolasa. Machalkalaringiz ham ancha qalin bo'libdi. Sifati yaxshi aka, xudo xolasa. Materiallar ham mo'shi material. 100% mo'shi material. Bunimiz ham nech pul endi? 2 million 800 qo'yib Bu ham beraveramiz. 2 million 800. Endi ukam menga ishni eng zo'rini qilib ber. Hamma yo'g'i chotki bo'lsin. Desa, masalan, asosiy domlarga, kvartiralarga ham tavsiya qilaveramiz. Mana bu ishlarimiz bor aka. Bular ha? Bularimizni pulida ozgina farq qilib qoladi. Bularimiz 1 million 600 ming so'mdan qo'yib beramiz. Xo'p, nima uchun 1 million 600? Birinchi o'rinda bo'yi, razmeri, mana ko'rsangiz, Ha, bo'yi bor. balandligida farqi bor. Birinchi o'rinda mana. Bir 7 sm atrofida bo'yi baland ekan. Birinchi o'rinda machalkasini o'zida farqi bor. Bu ham 9 lik, lekin 22 pilotimiz. Ugolovlarga masalan, hozir 6-7 million so'mlik ugolovlarga ishlatayotgan 22 pilotimiz tashgan original machalkalar bor mana. Kechqurun yotadi, ertaman shunday tursa o'rniga shunday qaytadigan, o'ta xolisa sifati bor. Bo'z chiroyli. Taglariga ham nimasi 06 MDF qo'yganmiz, laminat. 06 MDF qo'yilgan. 06 MDF. Malades, lekin o'ta qalinidan qo'yilgan. Sandig'i ham eng kattasi. Tushunarli. Lekin bularga machalkalarni yaxshisidan qo'ygansizlar. Endi haligi sifati zo'r. sifat yaxshisi, endi hali bu yomon ekan deyish bo'lmasin. Bunga ham zo'ridan qo'yilgan. Zo'ridan ham ko'ra zo'rrog'i bunga qo'yilgan. Shunaqa. Ha, shuni aytib ketsak yaxshi bo'ladi. Endi bu rasvetkalari ham bor mana. Korishneviy desa korishneviy ham bor. Ko'ringlar. Balotovik, Mashinang ham zo'r, balotovik ham zo'r, korishneviy ham zo'r. Korishnevilarni ham ko'rsa, keyin yana bitta 2 million 1 million 600 mingdanmi bular? 3 million 200 ming 3 million 200. Bundan ham zo'ri bormi aka? bor aka. Qaysi u? Mana aka, trendda bo'layotgan Turetskiy Teddy materiallarimiz. Turetskiy Biz material. o'zimizga ham yangilik bo'ldi. Endi boshladik. Men sizni kanalingizga birinchi yangilik bombasini qilaylik deb turib aka qo'ydik shuni. Ko'zga yangilik deydi-yu, ko'zga yangilik Ko'zga yangilik. Endi buni qilishimizdan maqsad aka, masalan, qalin ko'rpa to'shak solish shart emas. Yuqa pastelini, adyolini soladi, yetadi masalan. Materiallarni ham misol yaqindan olib ko'rsataverasiz aka. Gilam nima bu, material nimada o'zi? Eng qalinidan aka, momiqqini. Momiqqini, bunday ushlaganinglarda do'stlar, momiqqini. Xizmati ham zo'r, xudo xolasa. Keyin buni orqa tomonlarini ham olib berasiz ishlarni aka. Sarori bitta zo'r tomoni-ku bungacha yukka pastel olsa bo'ldi. Bo'ldi aka. Hamma yo'q o'zi bilan aka. Yumshoqqina mazza qilib yotadi. Orqalarini ham o'zinikidan qoplash. O'zini materialini. Keyin narigi 1 million 600 ming degan ishmikan, material o'zini. Ha, u ham o'zinikidan. Ha, o'zini materiali. Lekin bu ham Turetskiy mo'shi material. Turetskiy mo'shi material eng zo'rlari. Buni ham sandiqlar aka, eng kattalaridan. Taglargacha MDF qo'yilgan 3 tadan mexanizm bo'ladigan aka. Xizmatini qiladi. Oyog'i bor, noshkasini yetsa 2 kilolik akalarni ham ko'tarib yo'radi. Keyin bosh taraflarni ham bo'ldiga aka qilib qo'yganmiz. Masalan, uka, men kvartirada 4-5-etajda turaman. Butun holatda sig'mayman desa, bittagina 10 kilo yetadi. Shunday bo'shatadi. Shunday bo'shatadi, olib kelib o'rnidan qattirib oladi. Mana shu joyi zo'r o'tdi-ku. Keyin zakaz qilishsa, yana bir narsasi, uka domga olib chiqaman deb bir qator aytib qo'ysa, olib chiqishga oson qilib yig'ib beramiz. Ha, gap yo'q. Bir ikkita joylari bor o'zgartiradigan. Aha. Alohida olib borib yig'ib oladi o'zi, qiynalmaydi. 10 kilochi bo'lsa shunday bo'lgan akani qattiradi. Tayyor qilib beramiz, qiynalmaydigan qilib. Endi bu ko'zga yangilik, kanalga ham yangilik ishimizni nech pulga beramiz aka? Bularimiz aka mana shu ishimiz bilan deyarli bir xil hamma yo'g'i machalkalari ishlatilgan. Faqat materialida 200 ming so'm farqi bor. 1 million 700 dan qo'yib beraveramiz buni. 3 million 400 bo'ladi. 80 kilometrgacha dastavkasi ichida. Agar mana shu gilamga o'xshagan materialdan qoplanib berilsa, 1 million 700 mingdan 3 million 400 ming jupi bo'ladi. 400 ming so'm bo'ladi. Lekin mana bu bilan fason, rasot hamma yo'q bir xil materialda pulida farqi. 200 ming so'm farqi bor. 200 ming farqi bor. Endi agar 200 mingdan qochishmasa, mana shunga o'xshagan, gilamga o'xshagan materialdan qoplab chiqarib bera olasiz. Xudo fabrishni chiqadi, ishlar ham xudo puliga yarasha bo'ladi, chiroyli. Endi buni ham har xil ranglari bor, misol uchun. Ha, endi ali asosiy eng yaxshi ketayotgan hadavoy, masalan, ugolovlarni ham ko'rib turib, eng hadavoyni tanlab oldim rangni ham. Qaysi rang ko'p ketyapti, xaridorlarga yoqyapti deb turib, shu ikkala rangni tanlab oldim. Tushunarli.
3 million 400 ming so'mdan olaverasizlar do'stlar. Ishlarimizga aka xudo xohlasa garantiyalar beramiz. Aha. Biz uyimizdan chiqib uyingizga borguncha emas, eng kamida 5-10 yil xizmatingizni qiladi. Yana bitta yangilik aka kanalizasiya. O'tgan yili ham o'zingizda olganmiz. 2025 da mana hozir bugun 2026-yil 10-fevral bo'lsa, 31-dekabrgacha narxlarni o'zgartirmaymiz xudo xohlasa. Keyingi yil. 2026-yil 31-dekabrgacha narxlarni o'zgartirmaymiz. Telefon Endi hozir video 10-fevral kuni olinyapti. Balki oradan qo'yishimizga, kanalga qo'yishimizga 5-4 kun vaqt o'tib qolishi mumkin. Lekin mana shu narxlar 2026-yil 31-dekabrgacha amal qiladi. Shunaqami? Xudo xohlasa aka, tinchlik bo'lib tursa qilib beramiz shu narxlarni, o'zgartirmaymiz aka. Telegram, WhatsAppingiz bor-a? Telegram, WhatsApp bor aka, telefon nomerlarini beramiz, xudo xohlasa. Sarvarbek, yana nima ma'lumot qoldi-ku? Xudo xohlasa aka, chiroyli qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaversin. Masalan, hozir gaz yo benzin degan muammolar bo'lmaydi yetkazib berishdan. Keyin zakaz qilishsa, agar tayyor bo'lsa, o'sha zakaz qilgan kuni yoki ertasi kuni yetkazib beramiz. Tayyor bo'lib qolsa. Agar uka menga boshqacha rangi desa, 2 kundan 1 haftani ichida yetkazib beramiz. Agar sizda yo'q ranglar tayyor. Menda yo'q ranglar bo'lsa, endi masalan 2 kunda aniq olib borib beraman deb turib ular kuttirmaymiz. 2 kundan 1 haftagacha deb turib muhlatga olamiz, zakaz olsak. Yetkazib beramiz xudo xohlasa, sifatli qilib, aytgandek qilib. Gap yo'q. Sarvarbek, aytavering, gapiravering aka. Ishni qanday boshlaymiz? Masalan, men Farg'onadanman yoki Namangandanman desa, ozgina zakalat tashab beradi, 5-400 ming so'm. Olib boramiz, qolgan ishni ko'rib turib sanab beraveradi pulini. Pulini? Misol 12 ta viloyatga dastavka bor. Shu vodiydan tashqariga pullik, chiroyli qilib upakovka qilib, falgaga o'rab chiqarib beramiz. Tushunarli, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Endi hamma ma'lumotni berdi. Yana telefon qilib sizdan nima kerak bo'lsa so'rashib olaveradi. Endi hozir ulgurmadik, ulgurgancha ishimizni qo'ydik. Masalan, uka yana boshqa yangiliklar bormi deganlarga boshqa ishlarimiz ham bor. Katalog tashab beraveramiz. Katalog tashab beramiz, tanlab zakaz qilishaveradi bemalol. Gap yo'q. Do'stlar, telefon qilaverasizlar Sarvarbekka. Sarvarbek chiroyli obzor uchun rahmat. Ishlarga rivoj, xudo xolasa yaxshi kunda ko'rishaylik. aka. Salomat bo'linglar do'stlar.